Assalomu alaykum qadrli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun 12-iyul yakshanba, Moshin bozor kuni. Mana Samarqand Moshin bozoridamiz. Joylar juda bo'sh, moshin kam tushgan. Asosiy 80% tirikchilik qiladigan akalarimiz moshini bor. Dehqonlarda kam ekan. Hozir so'rab surishtirib chiqdim. Narxlar aytilishi baland. Bitta ikkita sotilsa, ularga ham narxini qo'yib boramiz, xudo xolasa. Bizga obuna bo'ling, kuzatib boring. Hammaga rahmat. Pul topar, non topar moshin so'raganlarga 1983-yilda ishlab chiqarilgan zil. Motor, xadovoy, korobka, zadniy moslari zo'r ekan. 4-6 ta baloni yangi deyapti, shumka qilingan. Kabinkalari kraskadan chiqibdi, yangi kraska qilgan ekan. O'zlarining nomida ekan, hech qanday hujjatda muammosi yo'q ekan. Bartavoy ekan bu, o'zi ag'daruvchi emas, bartavoy ekan. Zavodskiy balonlari bor, metan. Holati yaxshi. Kuzuvi katta yasalgan, 10 tonnagacha ham javob deyapti. Ramalari butun ekan. Mana balonlar zavod, diskalari ham zavodskiy turibdi, lekin yangi hammasi 100%. Sidinkalarni ham yangi qo'ygan ekan, ishlarini shumka qilgan ekan. Poliklar, chiqonlar qilgan ekan, hamma narsasi tayyor. Kuzovlari ham zo'r turibdi, yangi qilgan ekan hamma narsasini. Krololari, podkrilniklari hammasi yangi ekan. Ramalari ham butun ekan. Polni noldan taxlaganman deyapti. Puli ham uncha qimmat emas. 6900 deyapti, yana xayriga biron nima o'taman deyapti egasi. Telefon nomerini ayting aka. 99lik 709 92 91. Yana telefon qilib so'rasalaringiz bo'ladi. O'zlari ma'lumot beradi yana. Mana navbatdagi zilimiz 1986-yilda ishlab chiqarilgan, bu ham bartavoy ekan. Ikkita oldi baloni o'rta 50%, orqalari lekin 80% turibdi. Xitoy balonlar qo'yilgan. Motorini yangi taxlab chiqibdi, Ural motor qilib, o'zini motori ekan. Ramalar 2 qavat qilib usulinni qilingan ekan. 15 tonnaga javob deyapti egalari. Balon holatlari Xitoy balon turibdi hammasi. Bortlari ham baland, yaxshi bartavoy ekan bu ham. 10 tonna, 12 tonna ortaman deyapti. O'zlarining nomida ekan, hujjatlarda umuman muammosi yo'q deyapti. Elektrika ishlari, hech qanday ish yo'q. Olas ishlatasiz deyapti buni ham. Utilizatsiya bo'lishiga ham 10 yil bor ekan. Yili ham yomon emas ekan. Kabinkalar zavodskiy holda turibdi. Tepalariga mana kolonkalar qo'yilgan, magnitofonlar qo'yilgan. Ishlari yomon emas. Ramalari usuli tegan, lekin zo'r ekan. Zadniy moslari ham usulinli ekan, hamma narsasi. Motoriga ham javob deyapti, hech qanday ishi yo'q deyapti. Hop, bugun olsangiz, bugun ishga chiqib ketasiz deyapti. Doполнительный mana radiatorlar ham qo'yilgan, qizimaydi deyapti moshinlar. Hammasi cho'tka ekan. Aka, telefon nomeringiz nechi? 99lik 525 09 47. Narxini nech pul qo'yamiz aka? Narxi 7 qo'ying. 7 deyapti egasi, yana o'tib beradi. Savdo qilishsangiz bo'ladi, kelishtirib beradi. Kelib ko'rib, o'zini olarman klienti bo'lsa, yana kelishtirib beradi tushunganlarga. Dokumentda muammosi yo'q. Yaxshi gazel so'raganlarga mana 2018-yildagi gazel biznes. Borti 420lik, 220lik. Zavodskiy turibdi, gazi metan ekan. Balonlari yaxshi, faqat ikkita oldini qo'yib yuborish kerak ekan. O'zlarining nomida ekan. Dokument hujjatlarida muammo yo'q deyapti. Generalni ham berar ekan. Paralari sarg'aygan ekan, o'ziniki lekin buferlari ham zavodskiy ekan, hamma narsasi. Endi yurganlari sal ko'proq ekan, lekin bu mashinalarga hech narsa emas, probeklari, 3-4 ko'riklar hech narsa emas. Yangi tentli ekan, hamma narsasi zavod ekan, benzinda ham yurar ekan. Ishlari zavodskiy turibdi, hamma narsasi. Kolonka, magnitofonlari bor. Oynalar knopka. Laboyda yorug' bor ekan, bitta laboyni ham almashtirish kerak ekan. Balon holatlari. Olib ishlataman deganlarga yaxshi gazel lekin puli ham yengil, yili yaxshi ekan. O'zlarining nomlarida ekan, gen ham chiqadi, liboy dokument qilsa bo'ladi. Hozir narxini so'raymiz. Telefon nomer nechi aka? 97lik 329 56-78. Nech pul qo'yamiz aka? Kelishtirib aytavering. Kelishtiramiz aka. Nech pul qo'yay hozir?
13 qo'yaymi aka? Aka baribir ko'ryapsiz, bozorda turibsiz, misol uchun sotilayotgan narx aka, uncha-muncha kelin chiqmaydi aka bu mashinalar. Qo'ying kelishamiz aka. 14 deyapti egasi, yana kelishtirib beraman deyapti. Doполнительный radiatorlari ham bor ekan, mashina qizimaydi deyapti. Motorlari chotki, hadovoylari, korobkalari ham zo'r ekan, tushishlari ham. Telefon qilib so'raysiz yana qolgan ma'lumotlarni.